Hamda bugun biz sizlarga bo'yin osteoxondrozi, ya'ni bo'yin grijasi mavzusida video tayyorlashga qaror qildik. Demak, shu haqida bugungi videomizda sizga ma'lumot berib o'tamiz va albatta siz kutgan videoni oxirigacha ko'rib borsangiz, siz kutgan bo'yin grijasi uchun mashqlarni ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Demak, o'sha birinchi bo'lib bo'yin osteoxondrozi, bo'yin grijasi nimadan kelib chiqadi, qanday paydo bo'ladi hamda mana shu osteoxondrozni paydo bo'lmasligi uchun nimalar qilishimiz kerakligi haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Keyin esa mashqlarga o'tamiz. Demak, bo'yin grijasi nimadan kelib chiqadi? Nima uchun hozirgi kunda bir necha yillar oldin va ayni vaqtlarda ham bilgan bo'lsangiz, siz bilasiz, bel grijasi, ya'ni Assalomu alaykum. Xalqning orasidagi tibbiy vaziyatli masalalarni yengillashtirish uchun sizlarga turli xil tibbiyotdan isbotdan o'tgan ma'lumotlarni yetkazib bermoqdaman. Bugun men sizlarga ko'pchilikka uchrab turadigan, uchrab qolgandan keyin dardiga davo topish qiyin bo'lgan bir tashxis bor. Osteoxondroz. Assalomu